Jahon jamiyati sizlarni bayramga taklif qilib qoladi. Bo'lib kelinglar bayram qilamiz deb shu 3 yildan beri mana bunisi 3-Navruzimiz. Biz yana yangi yil bayramini ham har yili qilib boramiz 3 yildan beri. O'tgan yili bir anaqa dumaloq kupolga o'xshagan joyda qilganmiz, juda ham chiroyli bo'lgan. Çorbakçayga yor gul bo'layim, saman otingga yor bo'layim, çorbakçayga yor gul bo'layim. Uni atrofi shishali, oynali bo'lgani uchun hamma narsa ko'rsatilgan. Sanjar? Dronmi demaysanmi? Sanjarmi? Сразу несколько. Shu sababdan biz hüpfbox sakraydigan batutlar organizovat qilganmiz. 2 tadan batut qo'yganmiz. Bolalar uchun juda ham zo'r bo'lgan. U aprel oyida bo'lgani uchun kun ancha iliq bo'lgan. Va bu binoni o'zi hamma joyi oynali bo'lgani uchun ota-onalar bemalol o'tirib bolalarini kuzata olgan. Konsullik va vatandoshlar fondi homiyligida Benom guruhi kelgan. O'zbekistonda mashhur bo'lgan Benom guruhi, ular bir to'laqonli konsert qo'yib berishgan biz uchun. Hamma bilgan Sarvar va Komil, men bularga hozir aytdim, Benom guruhini Trigi keldi deb. Chunki men ham shu paytgacha bularni faqat YouTube orqali ko'rganman. Tashrifinglar uchun biz minnatdorchilik bildiramiz. Kecha ham juda ham chiroyli san'atlarni namoyish etdilar elchixonada. Bu yerda 300 dan ortiq vatandoshlarimiz tomosha qildi. Mana bu yerda Ganover shahridagi vatandoshlarimiz juda umid tashrifinglar uchun avvalo yana bir bor rahmat va tabriklayman. Rahmat kattakon. Avvalambor barchaga assalomu alaykum deymiz. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Va mana qarangki, bir nechta bayramlardan so'ng tashrif buyurdik. Bu 8-mart, 21-mart va Hayit ayyomlari. Mana shu bayramlar bilan barchangizni tabriklaymiz va keyingi taronalarimiz aynan sizlar uchun.
Albatta kuylaylar dedilar va keyingi tarona aynan sizlar uchun ketdik. Hamma menimcha mazza qilgan, raqsga tushgan, birga qo'shiq kuylaganmiz, unison bo'lgan, xullas juda ham chiroyli bo'lgan. U bayramimizda narxlarimiz ozgina qimmatroq bo'lgan, chunki ijaraga olgan joyimiz ham ancha qimmatroq bo'lgan. O'zbekistonda aytib o'tganimdek, qanaqa Navruzga bahoriy kayfiyat beruvchi qanaqa taom bo'lsa, qilishga harakat qilamiz. Lekin albatta bo'ladigan taomlardan bu katta qozonda, olovda osh bo'ladi, somsa bo'ladi, qatlamalar bo'ladi. Soxta deb, yopamiz. Ana asqarda, asqarda. Plasmasani bo'lsa olib işte. Shirinliklarimiz bo'ladi. Albatta, biz juda ham o'rganganmiz, asalli pishiriqlarimiz bor. Bolalar uchun sovg'alar tashkil qilganmiz. Ular katta bo'lganida ozgina sal nima deydi, aqli kirgan deydi o'zbeklarda. Deganda o'sha borganimda har nimadir bo'lardi, nimadir kelardi deyishimiz uchun, chunki O'zbekistonda onalarimiz, enalarimiz, buvilarimiz bir to'yga borsa ham ikkitagina shokolad bo'lsa ham biz uchun olib kelishardi. O'sha shu qolib ketgan, o'shaning uchun Yusuf, keling. Qani kelishmaydimi? Boraymi o'zlar. Shoshilmay kelaveringlar. Va o'yinlarimizda biz aytamiz, mana shu stoldan shu odam chiqib, hozir ana qilsin, o'yinda qatnashsin. Endi majburiy emas, lekin shunda men o'ylayman, kirishib ketish, odamlarning bir-biri bilan chiqishib ketishi osonroq bo'ladi. Ololmaysan shu ginani yo'q. Ololmaysan shu ginani yo'q. Kim oladi shu ginani? Shu ginani yo'q. Ololmaysan shu ginani yo'q. Bo'lmaysan Tushungan, shunday kiyasiz, bog'lab, siz kirib bo'lmasligi uchun. Ana, o'zi sizni figurangizga mos qilib kerak. Endi ikkita yuragida olov yonib turgan qizlar. Endi video bo'lyaptilar. Navruzlarni lekin kattaroq targ'ib qilamiz, chunki hamma shaharda ham Navruz bo'lmaydi. Gamburgdan, Berlindan, mana o'tgan safar Gollandiyalardan kelgan mehmonlarimiz ham bo'ladi. Chunki kimga qayер qulay bo'lsa,
kim o'zini qayerda qulayroq his qilsa o'sha joyga keladi. O'shaning uchun o'tgan yilgi 2 bayramimizni juda ham ko'p viloyatlardan, shaharlardan, Germaniya shaharlaridan mehmonlar tashrif buyurishgan va o'sha kelgan mehmonlar ham o'zlarini o'rtoqlarini, chet elliklarni olib kelishgan. Shu O'zbekistonni an'analarini, urf-odatlarini sal targ'ib qilganim. Instagram, Telegram yoki email orqali bayramga yozilishingiz mumkin. Hammani kutib qolamiz. Chiroyli davrada chiroyli insonlar bilan, o'zimizni o'zbeklarimiz bilan yana ham O'zbekiston shukuhini his qilgan holda bayramni birgalikda o'tkazamiz degan umiddamiz. Iftixor jamiyati sizlarni bayramga taklif qilib